Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlarga Syntex AIda ro'yxatdan o'tishni, undan foydalanishni ko'rsatib beraman. Demak, mana sizlarga havola beriladi Syntex AI bo'yicha. O'shandan kirasiz. Kirganingizdan keyin sizlarni mana shunaqa oyna kutib oladi. Bu yerda mana bitta joyni o'zida shuncha ishni qilsa bo'ladi. Bitta Syntex'ning o'zida ChatGPTdan foydalansa bo'ladi. Cloud, Nano Banana, V3, Kling, Suno va Topaz sun'iy intellektlardan foydalansa bo'ladi. Bu yerdan mana Попробовать бесплатно bosamiz. Oldin ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak va bizaga Telegram orqali aktivatsiya qilishni so'rayapti. Telegram orqali aktivatsiya qilishni bosamiz va bizani Telegram programmamiz ochiladi. Kompyuterdan qiladigan bo'lsak, kompyuterdan yoki telefondan bo'lsa, telefondagi Telegram messenjerimiz ochiladi. Открыть Telegramni bosamiz va yana bir marta открытni bosamiz. Va mana bu yerda siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz deyapti. Endi saytga qaytishingiz mumkin deb yozib chiqyapti. Telegramimizni pastga yopib turamiz va saytga qaytamiz. Saytga qaytganimizdan keyin, mana biroz kutganimizdan keyin biz profilimizga kirib oldik. Mana profilimizning nomi nima deb nomlanishi, qancha token borligi, qaysi tarifda turganimiz hammasi mana shu yerda ko'rsatilib turibdi. Agar sizda birinchi marta kirgan bo'lsangiz, bu yerda bepul versiya bo'ladi, hech qanaqa tokenlar bo'lmaydi. Tariflarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana chap tarafda tarifi degan bo'lim bor, u yerga kirasiz. Mana basic tarifi bor. Basic tarifida mana 516 ta video, 10 ming ta rasm va 1800 ta qo'shiq qilsa bo'ladi. Pro versiyasida ancha ko'p narsalar bor. Aynan Sedans 2 bor, Kling bor, Nano Banana, V3lar bor mana. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa generatsiyalarni qilsa bo'ladi. Sizlarga mana shu Syntex AIni tavsiya qilaman, chunki hamma narsa bir joyda, pullaringiz bir joydan ketadi. Hamma AIda registratsiya qilib, har biriga bo'lak-bo'lak pul solib o'tirmaysiz. Oyiga masalan qanchadir yillik to'lov qilsangiz 14 dollardan tushadi mana shu Pro versiya. Agar oylik qiladigan bo'lsangiz 18 dollardan to'g'ri keladi. Agar siz bularni отдельно boshqa AIlardan sotib oladigan bo'lsangiz 662 dollarga tushar edingiz. VIP va Elite tariflari bizga qiziq emas, bular qimmat. Mana shu bizga Pro versiyasi ham yetib ortadi. Mana shu 17.96 dollar, 18.90 dollar ichida nimalar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga boramiz va mana Pro tarifida nimalar berilishi bizga yozilgan. Video masalan 6 generatsiya, masalan bu yerda Kling 113 generatsiya, bitta generatsiyamizning narxi yozilgan bu yerda mana. Ko'rib turganlaringiz. Mana shu AIlarning hammasini mana shu Pro versiyada qilsa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, V3 bor, 5 generatsiya oladi bitta generatsiyaga. V3 bir fast bor, 35 generatsiya oladi. Omni Flash bor, 4K kачествоda 6 generatsiyasiga oladi. Plus mana shu tarifda nimalar borligini yana o'zingiz qo'shimcha tanishib chiqsangiz bo'ladi. Agar bu yerda masalan Pro tarif oladigan bo'lsangiz, mana shu vыбрать tarifni bosasiz. Hozir menda olmayapti, chunki menda hozir Pro tarif aktivlashtirilgan. 11-iyulgacha menda limit bor. Mana 800 qanchadir tokenim bor. Shuning uchun hozir menga buni bermayapti. Siz bossangiz beradi va karta raqam qo'shasiz. O'zbekistondagi chiqqan viza kartalar bormi, sum kartalari bormi, hammasini qo'shsangiz ham bo'ladi. Sizdan mana shu 18 dollar yechib oladi. Ustuki bo'lishi mumkin ozgina. Keyin sizga bir oyga mana shunaqa tarif beradi. Ya'ni sizga bu yerda hozir 680 token beradi ekan do'stlar. Menda hozir 822 token. Oldingi oylardan yig'ilib qolgan tokenlar. Buni bir afzallik tomoni bor. Pro tarifmi, boshqa tarifmi oladigan bo'lsangiz, bir oy muddat tugagandan keyin tokenlaringiz ko'maydi, keyingi oyga o'tadi. Keyingi oyda yana shu tarifni sotib olsangiz, ustiga qo'shilib boraveradi. Xohlasangiz mana bu yerda Cupid token bor. Masalan, bir oy davomida ishlatib tokeningiz yetmay qoladigan bo'lsa, qo'shimcha token sotib olsangiz bo'ladi. Mana shu palzunokni surib, o'ngga chapga surib, qanchadan tushishi, bitta token qanchadan tushishi mana ko'rinib turibdi. Va umumiy summa qanchaga tushishi bu yerda pastda ko'rinib turibdi. Qaytadan tariflar bo'limiga qaytamiz. Mana tariflar bilan tanishib chiqing va agar bitta joyni o'zida xarid qilaman desangiz, mana shu Syntexni olganingiz ma'qul. Va bu yerda sizlarga keyingi darsda ko'rsatib beradigan avatarni almashtirish, orqa fonlarni almashtirish mana shu aynan Syntex AIda bajarib ko'rsataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.